dinni ushlash, cho'g'ini ushlash kabi qiyin bo'lib qoladi deganlar. Shunaqa zamon keladi. Tashlab olsang dinsiz qolasan. Bemalol ushlab tura olmaysan, qo'ling kuyadi. Ya'ni dindorliging shunaqa qiyin bo'ladi. Ummatning boshiga shunaqa zamon keladi deganlar. Va o'shanda musulmonlar g'arib bo'lib qoladi. Haqiqiy dinni ushlaganlar bechoraga aylanib qoladi. Shundagi bechoralikni qo'ldan bermaganlarga jannat bo'lsin deganlar. Shunday zamonda kishi dinini olib qochish uchun bir vodiylarga yo bir tog'larga chiqib ketadi. Chunki odamlar orasida dinni ushlab turish imkoni bo'lmay qoladi. To'rt tarafdan dinsizlikka da'vat bo'ladi. Dindorlar tomonidan o'sha da'vat bo'ladi. Salamullalar tarafidan o'sha da'vat bo'ladi. Shunda ko'chaga chiqsa, kimga qo'shilsa bir xato yo'lga qo'shilib ketaveradi. Hech kimga qo'shilmaydigan toqqa chiqib ketishga majbur bo'lib qoladi deganlar. Bunaqa hadis bor. O'sha zamon keldimi deb so'ralayotgan bo'lsa, allaqachon keldi shu zamon. Ming afsus, shu zamon keldi. Biz shunaqa zamonda yashashimiz Allohning taqdiri ekan. Endi buni hikmati nima ekanligini ham Alloh biladi. Lekin bir umid bor. Payg'ambar alayhisalom sahoba-i ikromlarga qarab, sizlar meni sahobalarimsizlar. Menga tushayotgan oyatlarga guvohsizlar. Mo'jizalarimni ko'rib turibsizlar. Shuning uchun men keltirgan dindan agar 50 dan birini qilmasanglar do'zax bo'lasizlar dedilar. Lekin ummatimning boshiga shunaqa zamon keladi, shunday fitna zamoni keladiki, men keltirgan dindan 50 dan birini qilsalar jannati bo'ladilar dedilar. Bu gapdan biz ko'proq 50 dan bir emas, undan ko'proq qilyapmiz deb o'ylasak xato qilamiz. Biz sahobalarning 1000 dan birini qila olyapmizmi-ki? Bu to'g'rida Alloh biladi. Ular sahobalardir. Ya'ni Allohning yerdagi nurini yonidagi odamlar. Payg'ambar alayhisalomni ko'rib turgan kishilar. Din tushdi, Qur'on nozil bo'ldi. Shu kimga nozil bo'lsa, shu odamning atrofidagi kishilar sahobalar. Buni men shunday tushunamanki, bizning imomimiz payg'ambarimizdir. Haqiqiy imomimiz. Biz o'sha zotga ergashamiz. O'sha zot tur desa turamiz, yur desa yuramiz. Shu bizni ergashganimiz. Ammo mana masjid saflarida imomning orqasida turganlar hech qanaqa ovoz kuchaytirgichsiz imomning so'zini eshitadilar, harakatini ko'radilar va adashmaydilar. 2-chi, 3-chi, 10-chi saf ham shunaqa bo'lib turar. Ammo keyin hovliga, ko'chaga chiqar ekan, endi tushunmovchilik bo'ladi. Allohu akbar desa sajda qilyaptimi, ruku qilyaptimi bilmay qolish bo'ladi.